Tün bayan, her tünde bayan, tün bayan ang samimi, dildan bayan. Dünya xuddi bir aynakka o'xshash har vaqt bizning tasavvurimizni aks ettirib turadi. Siz kulsangiz, aynakdagi dunyo sizga qarab kuladi. Siz yig'lasangiz, ko'rdiganingiz yoshdan shaltoq bo'lgan chiroy bo'ladi albatta. Qadrlikim, shu topda siz o'zingizning qanday chiroy ifodasini ko'rdingiz? Siz o'zingizning turmushni bak ma'nisiz his qildingizmi? Siz pishaq-tushak ishlar va oddiylikdan halqib, bir sop va sagak qalbni saqlab qolishni o'ylab baqdingizmi? Undaqda boshqalar bilan aloqa qilgan san'atni o'rganib oling. Jahondarchilikda odam har qitimliq kechirmishdan tajriba qabul qilish odatini yetildirish kerak. Siz tanıydigan har bir odam sizning hayotingizni beyitib, yanama ilgirlagan holda o'zini qimmatga ega qiladi. Bir xonim qiziqarli bir tajriba elib borgan. Ilgari men izchil bir qadar hissiyotchan, xira ham tushgan edim. Ma'lum bir kuni atdiganda ishga chiqishdan burun umidvor bir kuni sinab boqqim keldi. Men o'z-o'zimga mundaq dedim. Xushal kayfiyat badanning funksiyasida ajoyib rol o'ynaydi. Shunga men xushalligimni qo'yib berishni qaror qildim. Atrofimga rostlanli o'xshamaydigan ta'sir ilib kelalamdi, yo'q, qarab boqay. Qarang, men yanla azroq qiziqqan. Men yo'l manganda har vaqt o'zimni ogohlantirib turdim. O'zimning xushal bo'lishim kerakligiga qat'iy ishonishim kerak. Bu dunyo menga nihoyat yaxshi muomala qiladi. Men hayronlik bilan shuni bayqadimki, mening ruhiy holatim haqiqatan yuqori ko'tarilibdi. Jag'imda tabassum, yurish turishimmi joyida. Qadamlarim bekmi texmi yenik. Hatto bir xil larzon laylayotgandekla. Ishxonda men ruhiy tushgan xizmatdoshlarimni ko'rdim. Qarmoqi ularning hammasi bir xil beoromchilikda. Vaysigan, hatto g'azablangan qiyofatda qiynalmoqda edi. Bu vaqtda men ularga cho'nqir yesdoshlik qildim. Men qalbimdagi quyosh nurini ularga bo'lib berishni o'yladim. Men oldi bilan buxgalter bilan xayrli sahar deb salomlashdim. Men ilgari o'zimni to'g'ma aloqaga mohir odam emas deb o'ylaydim. Shunga odatda bunday qilmaydim. O'ylamagan yerdan bu salomlar bu kun uchun xushallik elchisi bo'lib qoldi. Buxgalter menga yaxshi tilaklarni bildirdi. Shirkatning xo'jayini qaltis aldirash odam. Doim o'zining ishlaridan bezor bo'ladi. Ba'zida uning mening xizmatimga bo'lgan bahosi mening yuragimni qattiq og'ritadi. Ehtimol bu mening to'g'ri sezgirlikim sababidan shunday tuyulgan bo'lishi mumkin. Men uning oldida hamisha qo'rinib, ziyoda yasalma bo'lib ketaman. Lekin bu kuni men qaror qildim. Hargiz har qanday bir ish mening xushal kayfiyatimni buzmasligi kerak. Shunda qaror qildim-da, kulimsirgan holda uning bilan paranglashdim. U hayron qoldi. Orqadan turilgan qo'shimlar ichilib ketdi. Butun bir kunda men qora bulutlarning sizik osmonning go'zalligini buzishiga yo'l qo'ymayman. O'xshash bir ishxonada ilgari kishilar mendan jiroqlashib ketgandek, odamgarchiligi suslashib ketib qolgandek his qilgan. Hozir haqiqiy va illiq do'stlikning to'rt atrofimda liqqina turganligini his qildigan bo'ldim. Hozir qanday qiyinchilikqa yo'liqishdan qat'iy nazar, ko'pchilik menga faol yordam qiladi. Shunga azizim, agar siz bu dunyo menga yaxshi emas deb qarasangiz, endi hech qanday bir kunni isrof qilmang. Yoshligimni saqlayman, beshimdagi kumush chashning yana nechtal ko'payib qolganligiga parvoyim palak deyishingiz kerak. Ishning o'ngishliq yoki o'ngishsizligidan qat'iy nazar, siz o'zingiz va boshqalarning baxti uchun yashashingiz kerak. Sizdagi quyosh nuri sepilsa, shuni payqaysizki, aslida baxt atrofingizda bo'ladi. Sizning do'stingiz va hamrohingiz kam emas. Siz o'zingizning ruhini rostdan tinchlantira olasiz. Ba'zilar doim vekliyatga xato tegib ketishga odatlanib qolgan. Ular qo'ldagi eng yaxshi chalg'uni ilib, eng nachar ohangni o'rinlaydi. Ular hamma yerda umidsiz gaplarni qilib yurdi. Har qanday ishga tinish nazar bilan qarashni bilishmaydi. So'g'uq soya har vaqt ularni qoplab turdi. Ularning chehri hamisha shunday g'amkin. Har bir ish ularga nisbatan aytganda hamon jaboliq bo'ladi. Pul ularga nisbatan aytganda hamisha qis bo'ladi. Go'yo barliq energiya yig'ilib ketgandek, o'zining hech qanday kengayish bo'shlig'i mavjud emas. Yana ba'zi kishilarning ahvoli dal buning aksicha.
Ular azaldan soya tushirmaydi, balki quyosh kabi nur chachidi. Ular sizga yaqinlashishni istaydi, ham xushalliq kulkilarni birga ilib keladi. Eg'iz ochsa, faqat sizni rag'batlantirmoqchi bo'ladi. Bundaq odam nega borsa, quyosh nuri shu yerga tegadi. Ularda bir xil ajoyib sehriy kuch bor bo'lib, qiyinni she'rga, badbashirni go'zalga, tabriqini inoqlikqa aylantira oladi. Ular hamisha inson tabiatining chaqnashini ko'ra oladi, ondan hayotning yorqin taraflariga madiya o'qiydi. Men ilgari bir yosh bilan birga sayohat qilgan. Uning xarakterida shunday ajoyib fazilat bor. Eng ko'ngilsiz kechirmish bo'lsa-mu, u buni yanada bir oltindek asliga aylantira oladigan inson edi. Hatto odamni o'ng'aysizlantiradigan ahvol ostidami, u xushalliq izlarini topa oladi. U hamisha ishning qiziqarli taraflarini ko'rib, atrofidagi kishilarni kuldira oladi. Bir qitim ishkaylan Venadagi bir kichik mehmonxonada turgan. U yerdagi bir xil burga odamni oromsizlantirib uxlatmaydi. Men to'satdan uning polda dum yetib kulimsirayotganligini ko'rdim. Aslida u bu kichik narsalarning tenini o'lchayotgan ekan. Bir chaqda u jar silishga boshladi. Uning aytishicha, u dunyodagi eng cho'ng burgini bayqabdimish. Har bir fursatni tutib, boshqalarga yordam berishdan kelgan xushalliqqa hech narsadan kelmaydi. Shu orqali boshqalarni baxtga erishtirish odamni texmi qanoatlantirdi. Agar siz moddiy jihatdan yordam beramisangiz, kishiga umidvor kayfiyat, samimiy so'z va yaxshi niyat bilan ilhom bera olasiz. Nurg'un chanqagan dillar pulga qaraganda texmi muhim bo'lgan yesdoshlik va xushalliqqa muhtoj. Bularning hammasini siz bera olasiz. Aptab kabi qalbning qudrati bizning mo'ljarimizdan xeyli eshib ketgan bo'ladi. Hatto u turmushdagi eng rahimsiz muhitni yaxshilikqa jo'ralaydi. Dunyo ko'zdan tabassum yig'ib turadigan, jo'shqin va qalbi aptobdek yorqinlik to'lgan kishilarni yoqtirdi. Bo'ldi azizim, biz qat'iy niyatga kelib, boshqalarga do'stona bo'laylik. Qandaq ish yuz berishdan qat'iy nazar umidvorlik bilan taqobil turish baxtning eng cho'ng manbasi. Xuddi danishmanlar aytgandek, navoda birov taskinlikni o'z qalbidan topolmasa, jon jahli bilan izlagan taqdirdimi, butkul dunyodan topolmaydi.